Qaysidir bitta davlatni bilaman. Odamlar nima deydi deb to'shkasini sotib bo'lsa ham dabdabali to'y qiladigan bitta davlatni bilaman. Mana bo'larkanu bir dona ko'fe bilan to'yni o'tkazib yuborsa, bo'larkanu mana. Mashinamiz mana bu yerda qoldi. O'zimiz hozir Iordaniyada to'y qanday bo'ladi, o'shani bir ko'rib chiqamiz. To'g'ri, 30 kishilik to'y emas, lekin bittagina ko'fe bilan to'y o'tkazyapti bular. Bittagina ko'fe. Mana buni haqiqiy kamchiqim to'y desa bo'ladi. To'yga qilingan rasxodni mana shu yerdan bilib olsa ham bo'laveradi. Mana jami rasxod nechtadir 200 tami 300 ta kurushka, aniq bir martalik stakanlar. Bo'ldi mana. Hello. Hello. Kimdir och qoladigan bo'lsa, mana chiqib tashqarida mana platni, ya'ni pul evaziga o'zining cho'ntagidan mana akalar sirazi kelib bitta tadbirkorlikda boshlab o'rgan. Mana shu yerga chiqib qorin to'yg'azib, yana qaytib ko'rib o'yinda davom ettiraveradi. Ko'ryapsanmi, Karol, bularda ovqat bermaganligi uchun hech kim ayblamaydi. Mana yashab yurishibdi. Hech kim odam qatoridan chiqarib yuborgani yo'q. Bir doyagina kofe bilan to'yni o'tkazib yuboryapti mana. Yashab yuribdi-ku bular ham. To'g'risi bir olam taassurotlar, men miyamga sig'dira olmaydigan taassurotlar bo'ldi. Xullas, sen qachon shunaqa to'y qilasan, Karol?